Kerak so'luvchi emotsiya bildirmasa yutasan, challenge bo'ladi. To'xtang, yutqizgan qanaqa zayna bajaradi? Video davomida bilib olasizlar, uni qanaqa qiynashimizni. Balki siz, balki men. Kim yutqizsa, qattiq nakazani bajaradi. Bo'ldi hisob. Bo'lmasa ketdi. Bu attraksionga men emotsiya bildirib qo'ydim do'stlar. Agar 20 mingta layk bo'lsa, Rossiyada eng zo'r parkasi attraksionlari uchib ko'ramiz. Ulug'bek, hozir qaysi attraksionda uchamiz? Mamunda, bro. Bu qiziq bo'lmay qoladi-ku, boshqasini tanlasak bo'lmaydimi? Unda like bosib obuna bo'linglar, biz eng dahshatlilarda uchamiz. O'zingizga o'zingiz tanlab oldingiz, lekin bro. Bosamiz bo'lmasa. Ketdi. Let's go. O'shanda uchamiz birinchi bo'lmasa. Bro, birinchi bo'lib uchadigan narsamiz, mana bu narsa uchmaydi bunda. Короче, eng tepasiga chiqib sakrashimiz kerak. Buni qaysi qavatdan sakraymiz hozir? Buni eng balandidan sakraymiz. Chunki emotsiya bildirish bilmadim qanaqa bo'ladi. No, emotsiya chiqishi uchun va qiynalishimiz uchun eng tepasidan sakraymiz. Ichlari bo'yicha 4 etajli bino bilan bir xil ekan, buni balandligi. Shunaqa hozir emotsiya bildirish kerak emasmi bunga? Emotsiya absolyutno umuman bo'lmasligi kerak sizda. Qanday qilamiz? Endi bu o'zingizga bog'liq. Agar qila olsangiz qildingiz. Bo'lmasa yutqizdingiz hisobda. Короче, biz har xil go'rkalarda tushib ko'ramiz va oxirgacha hisoblaymiz. Kim emotsiya qildi, kim qilmadi. Qilmagan odam yutadi, ko'p emotsiya qilib qo'ygan yutqizadi, oxirida жёсткий наказание bajaradi. Prям qiynaladi moshni. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, eng qiyin, eng zo'r attraksionlarni ko'rishingiz mumkin. Necha metr bu yer hozir? Yerdan suv qo'yganda bunisi 5 metr, keyingisi 8, oxiri 10-12 atrofda. O. O. Wo. Cho'cho, tak bemalol sakraymiz biz ham. Ketdi. Mazza-yu. Daba hozir uncha qo'rqinchli bo'lmayapti. Undan ham qo'rqinchilisiga hal chiqamiz. Oddiy ko'rinyapti-da, lekin sakraganda vashi qo'rqinchli ekan, bor-ku. Maksimal emotsiyani yo'q qilib, jim tushish kerak bo'ldi. Jim prям. Emotsiya bildirmasdan tushib kerak ekan. Davay. Birinchisi repetitsiya edi. Bu endi уже boshlandi. Davay. O. Bu emotsiya yo'q bo'ldi lekin. Emotsiya chiqmadi, yaxshi. Hozir eshitdim, qarab, balandlikni. Qale. Qichuvmi? Bo'ldi, okeyni gal endi. Nice. Emotsiya yo'qdi. Emotsiya tushgandan keyin qildim u narsa hisob. Atak tushib bo'lgancha qilmadim umuman, to'g'rimi? Lekin behazil Mamatdachi badarka joy ko'ryapti-da. Oson joy ko'ryapti, lekin chiqqandan keyin prям tushayotganda shu qo'yapti ichlar. Atrof ko'rsatgan bitta mana bu tomonlar. Bro, qalay qo'rquvli, dahshatmi? Uncha qo'rquv bo'lmayapti, lekin shartni sal tortish kerak deb o'ylayman. Sal tortish? Yo, brat, chota. Odam unaqa qilmay qo'ying. Hozir xato unaqa qilish. To'xtang. Brat kesillar, normasiga qarab olayaptilar, eshish kerak ekan hali. Короче, jigarlar kelib uchishni maslahat beraman. No, ichim shuvlayapti. Aytdim, uni pastdan kichkina ko'ryapti-da, qanaqadir Mamutda hamma joy ko'ryapti-da. Pastga qarasam, uy, vashchi katta joy-da bor-ku. Ichlarim g'alati bo'lib ketib, qisib tushyapman-da. Ichkaridan past ko'rinayotgan, lekin tepadan ancha yuqoriroq. Shunaqa. Birinchi bosasiz. Davay, gaz bro, bez emotsiya. Men o'zi akrobatlikka anaqa qilib ko'rganman, deb sal tortib ko'ray video uchun. Bular sakrayaptilar, men hayajonlanib ketyapman qanaqa. Gaz. Bu papag'am ketdi ana. Sal tortgan yaxshiroqdi-da. Yomon tushmaysiz qayta. Baxilla ketdi ana. Mani galimmi? Balki tushmasmiz. Baqirmasligim kerak edi shunda, to'g'rimi? Bo'ldi, ketdi. Endi jigarlar uzunda emas. Juda uchganlar-da. Mana oldin bir 3 kun oldin uchib ketdilar. Ag'ir ichimada chiqqan kipasi qarayman. Kichkina ko'ryapti. Lekin chiqqandan keyin polni koptada, bilmasam baqiraverdim. Emotsiyada, qo'rqishdan emas. Siz gapni bilmang. Ish qilib eng aniqini aytmoqchi bo'lsalar, bular hozir emotsiya bildirib qoldilar. Turgani nima bo'ldi, qoldingizmi? Endi bitta ball sizdan pastga tushdi. Bitta ball qoldilar. Menda 0. Ha, ko'rasizlar, hali bunaqa attraksionlarga mazza qilmaymiz hali. Hali undan ham zo'rlari bu. Siz ko'rsatgan attraksionlaringizga umuman qo'rqmayapman. O'zi qo'rqitayotgan attraksion bormi bu parkada? Hozir ketyapmiz bro shunga. Ana qo'rqar ekanman men ish qilib. Da, 100% qo'rqasiz. Mazangiz qochib qoladi, chista. Ha, ko'ramiz. Bu ham shunaqa o'zi lekin.
U oddiy edi, bro. Boshlanishga oddiylardan qilamiz. Eng oxirida, Ha, keyin eng kuchayib dahshatlardan boraveradi. borgan sari kuchayib ketyapti hozir. Bunisiga bilmayman, to'xizga o'tirib qolmasangiz bo'ldi. Boraylik ko'rasiz o'zingiz. Bro, qo'rqmayman deb aytdingiz. Biz bugun mashinada uchadigan bo'lyapmiz. Bu nima qilib beradi bu hozir? Bu hozir helikopter qilib tashlaydi sizni aylantirib, bro. Maziz Hozircha qiziq ko'rinyapti. Qani ichkariga kirib ko'ramiz-da. Qiziq ko'rinyapti. Lekin emotsiya bildirib olsangiz yutqizasiz. Bu yoqda ichkariga kamera olib chiqishimiz mumkin emas, o'shaning uchun sekretniy kameralarda videoga olishga harakat qilamiz. Ungacha like obunani bosishingizdan chiqmasin, biz tezroq 100 mingta bo'lishimiz kerak. Ketdimi bo'lmasa? Let's go. Bro, qo'rqinchli emas deb aytdingiz endi, oddiyroq ko'rinyapti deb aytdingiz. Bunga nima deysiz endi? To'ychoga. Tepasi shunaqa ko'rinadi-da. Tepasi shunaqa ko'rinadi. Ichiga kirdik, короче. Hozir birovni uchiramiz, ko'ramiz kim emotsiya bildirar ekan. No, men maksimalni bildirmayman. Endi sizdan Ko'rinishiga qo'rqinchli ko'rinyapti, lekin qo'rqinchli emas deb o'ylayapman. Hozir chiqib ko'ramiz-da endi. tushib ko'rganda bilamiz shu narsani. Shunaqa. Ketdi bo'lmasa o'tiraylik. Do'stlar, hozir biz telefon olib kiryapmiz, lekin egasi bilmaydi. Eng qizig'i, endi qo'lsiz tushimga to'g'ri keladi. Vashshi. Do'stlar, video o'chib qoldi. Olingancha olinni, qolganini pastdan ko'rasizlar. Bosib qo'ydim knopkani. Necha. Lekin sizda emotsiya chiqdi, menda bo'lmadi. Shunaqa. Videoda ko'rindi. Bu attraksionga men emotsiya bildirib qo'ydim. Do'stlar, agar 20 mingta like bo'lsa, men Rossiyada olamiz. Rossiyada eng zo'r parkasi attraksionlari uchib ko'ramiz. Shuning uchun like-ni bosib qo'yinglar, obuna ham bo'lib qo'yinglar. O'zingizlar ko'rdinglar negerlar nima bo'lganini. Bratim emotsiya bildirib qo'ydilar. Eng qizig'i, telefonni ataylab sizlarga emotsiyamizni ko'rsatish uchun olib keluvdim. Da. Tugmasini bilmasdan bosib, shuncha vaqt qo'lsiz telefonni ushlab syomka qiluvdim. Shuncha qiynalganim. Qiyin bo'ldi, ketyaptilar deb video olinmagan ekan lekin ichida. Necha? No, zato zo'r chiqdi. Lekin pastdan sen video olgansan lekin. Lekin ko'nglimga qoldi. Hali undan ham zo'rlarini hali sizlarga ko'rsatamiz. Da, короче aytayaptilar, agar 20 mingta like yig'sa va aktiv bomba qilib tashlasanglar, bular o'zi Rossiyadan keldilar, bizga videomizga qatnashib bergani. Rossiyada prям eng zo'r attraksionlarda uchiraman deyaptilar. Agar sizlar 20 ming like va normal поддержка qiladigan bo'lsanglar, Rossiyada может video olish nasib qilib qolar. Nasib bo'lsa va'da beriladi. Eng zo'r video hali olindi. Aniq. Da, keyin olinadi. Ili gap bo'lib qochmaydi. Ikkalamizda bir ball bo'ldi, birodar. Gapda astagina olib qochatuvdim. O'xshamay qoldi. O'xshamay Meni qoldi. esimda turadi. Bunaqa narsalar. Короче, bularda ham menda ham bir ball уже. Eng ko'p emotsiya berib oxirida короче, eplab bo'lmaydigan narsani bajaradi. Buni hisob Ketdi. Bo'lmasa biz 3-attraksionga uchgani ketamiz, короче. Bro, 3-attraksionda uchdik. Ikkitasi более-менее normalniroqda. Menga nima deysiz endi? bosamiz bo'lmasa. Yaxshi ekanmish qilib. Menimcha yaxshi, mendan ham baland, eng qizig'i. Bunda birinchi bo'lib uchdik, ko'rdinglar. Men baqirib yordim masalan. Endi bunda uchib ko'ramiz, balki baqirarman, balki-da yo'q. Yana bilmadim. Risk ko'ramiz. Bo'lmasa risk ko'rish kerak. Agar qiziq bo'lsa, gap yo'q. Da. Qiziq bo'lsa, sizlarga yo'qotgan bo'lsa, like obunani bosinglar. Biz takansa bunaqa zo'r videolar olishda davom etamiz. Ketdi bo'lmasa tepasiga chiqaylik tezroq. Bosamiz ketdik. Ketdi. Emotsiya qilmadim. Atak zo'r ekan, bori menga yoqdi. Emotsiya chiqdi-yu, birodar, nima bo'pti? Yo'qba! Vashsha kam narsa ekan lekin. Zo'r-a? Menga ham yoqdi. Hidi alohida temada. Siz yoki emotsiya bildira olmadingiz. Men endi o'rganib qoldim deb, men o'zimni olib ketdim. Qo'rqmadingizmi даже, balki? Men просто balki kayf qildim. Men ham qo'rqmadim, просто qanaqadir kayf bo'ldi-da. Atak bizaga yoqdi, emotsiya bildirdingiz, уже bularda 2 ball. Bir jigarlar, bo'lmay qoldi уже. Zerikarli hayotda bunaqa yashashdan odam zerikdi. Da, endi biz nima deydi? Adrenalinli hayotga ketdik. Xudo xolasa biz 10 kishiga eksport tarqatamiz, ya'ni 10 kishiga. O'sha siz bilishingiz mumkin. Shu videoda eng qo'rqqan narsa mikrofon qochish. Da, videoda narsalar uchun qo'rqmaymiz-da, mikrofon yo'qolyaptimi, qo'rqamiz. Короче, operator aytayapti-da, agar kim yutqizib qo'ysa, libboy bitta ayolni tanlaydi, o'shani xohlagan attraksionda uchirish kerak deyapti-da. O'zi qator qiz bo'lsa ham mayli deyapti. Kampir bo'lsa ham bo'ladi deyapti-da. Kampirni amerikanskiy gorkada uchiramiz deb biz oxirga olib qo'ygan o'sha attraksionimiz bor, amerikanskiy gorka. Eng dahshati burab tashlaydigan-da. O'shani qari buvjonni topamiz deb, mo'ysafid buvjonni deb o'shani uchiramiz. Eng yaxshisi shu temani ko'rganimiz yaxshi. Ya, undan ko'ra qisgan yaxshi. Chiqasam?
Zipline. Ol. Men tepadan uchib o'tib Давай. ketdim. O'rtoqlarni aka netda biz zipline yetib keldik. Endi zipline uchamiz, mana tushib ketishyapti o'zi. Men uchun qiziq, bu parkni bu yoqdan Mamatgacha ketar ekan. Men bu attraksiondan ko'ra qiziqroq deb o'yladim. O'shaning uchun siz zipline uchganmisiz oldin? Yo, oldin ichganman. Lekin bitta narsani aytishim kerak. Hozir men borku, qiziq emas degan narsalarim qiziq bo'lib emotsiya bildirib qo'yapman. O'shaning uchun ham men zipline uchaylik degan variantda to'xtaman. Chunki bunda uchganman-da, bu emotsiya bermaydi. Musor narsa. O'shaning uchun zipline ham qiziqroq bo'ladi, to'g'rimi? Bo'lmasa zipline ga ketdik. Kim birinchi? Sanmi? Ha mayli. Davay, hayda bundan. Bitta chiqqandan keyin Men ikkinchi, siz 3. Men uchinchi. Nice. Men yo'qotdim. Wow. Mazza, video shu joyda like obuna etmasdan sразу bosib qo'yinglar. Emotsiya bildirishga Sizga emotsiya yo'qmi? yo'q deyishu. Mikrofonlar emas. Arkadaş bir olib qo'yganmiz. Ha? Olib qo'yganmiz mikrofonlarni. Bro, bizda hal qiluvchi raund. Aha. Eng prem qo'rqinchilisi men anchadan beri kutayotganim, lekin men o'ylayman bunday emotsiya chiqarib yuborsam kerak. Mana o'zingizlar ko'ringlar. Amerikanskiy gorka eng kattasi. Bu eng kuchlisi, короче.